Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani 1-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachi va yordamchi tarbiyachilariga ona sifatida o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men farzandimni shunday ta'lim muassasasida ta'lim tarbiya olayotganidan faxrlanaman va yana bir bor bog'cha opalariga rahmat aytaman. Men Abdug'ofurov Abdullohga onasiman. O'g'lim 3 yoshdan beri shu bog'chada yuradi. Mana hozir maktab bitish arafasida. Shu kunga dobir o'g'lim juda ko'p narsani o'rgandi. Bog'chalarga ham katta rahmat, tarbiyachilariga, hammasiga. O'g'lim hozir harflarni ham biladi, qo'shiq aytishni ham biladi, rus tillarini ham, ingliz tillarini ham, hammasini zo'r bilmasa ham har holda hamma yo'g'ini bilib oldi. Tillarini bemalol yodlab o'rganib oldi. Bu bog'chada bitta bu bolam emas, oldingi bolalarim ham yurgan. Hozir yana buni ikkalasi ham bor, xudo xohlasa shu bog'chaga beramiz. Bizga bu bog'chada yoqadi, murabbiylari ham, barchasi rosa xushmuomala. Hammasi yoqadi. Shuning uchun ham biz bog'cha opalariga rahmat aytamiz. Qancha rahmat aytsak ham kam bo'lishmasin. Xudo xolasa ukalarini ham shu bog'chaga beramiz. Assalomu alaykum. Men Vohijon Musafinxonning onasiman. Meni qizim Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani 1-sonli bog'chani maktabga tayyorlov grupasi tarbiyalanuvchisi. Meni qizimning ustozi Mavlud opaga, Gulasol opaga, bog'cha mudirasiga kattadan katta rahmat aytaman. Qizim 2 yildan beri bog'chaga boradi. Ustozlaridan 2 yildan beri juda yaxshi narsalarni o'rgandi. Bu bog'chaning menga sharoitlari, ustozlarining muomalalari, ustozlarining bilimliligi juda ham yoqadi. Shu sababli bog'cha mudirasiga, Mavlud opaga va Gulasol opaga kattadan katta rahmat aytaman. Men Vohijon Musafinxonman. Men 1-bog'chani tayyorlash grupasida yuraman. Men ustozim Gulasol opa va Mavlud opa. Ular mehribon va shirinso'z. Men mudir ustozimga, Mavlud ustozimga, Gulasol ustozimga katta rahmat aytaman. Sizlarni yasam yaxshi ko'raman. Shu bog'chada o'qiyman. Menda bog'cham juda yoqadi. Men erta tunlab bog'chamda kelaman, chunki ustozlarim menda yoqadi. Ustozlarimga rahmat aytmoqchiman, chunki ustozlarim menda ko'p narsalar o'rgatadi. Qoldim demagan asablariz bo'lam medimdan siz duydam. Yaxsizdan ustoz sizni juda sog'indik. Sizdan ming rahmat. Men mudir ustozima, Mavlud ustozima, Gulasol ustozima, rus tili ustozima, ingliz tili ustozima, karate ustozima, musiqachi ustozima yaxshi ko'raman. Sizlar eng zo'r ustozsiz. Mening ismim Soliha. Men bog'chamni ustozlarimni juda yaxshi ko'raman. Ustozim bizni o'yingohlarda o'ynatadi. O'yingohimizda har xil o'yinlar bor. Biz ularda mazza qilib o'ynaymiz. Ustozlarimga rahmat aytaman. Men ismim Yoshlar. Men bog'chamni ustozlarimni juda yaxshi ko'raman. Bog'chamni juda yaxshi ko'raman. Ustozlarim juda mehribon. Ustozlarim menga o'qishni, yozishni o'rgatadi. Ularga rahmat aytaman.